Prostatit juda ko'p erkaklarda qiynagan muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ko'p, ayniqsa 50 yoshdan oshgan insonlar prostatitga 90% gacha chalinadi. Kitoblarda 60 yoshdan oshgan har bir inson prostatit kasalligiga chalinishi kerak degan qonun bor ekan. Bu albatta to'g'ri qonun, lekin hozirgi kunda 20 yosh, 25 yosh, 30 yoshli insonlarda ham prostatitga chalinish ancha ortib ketdi. Bu nimani hisobiga? Odatda prostatitni o'zi nima chaqiradi? Birinchidan infeksiyalar chaqiradi. Ya'ni siydik yo'llardagi har xil infeksiyalar prostata bezining yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, sovuq, namlik yuqori bo'lgan joylarga o'tirib olgan insonlarda ham prostatani shamollashi ancha yuqori hisoblanadi. Uchinchidan, sovuq mehnat bilan shug'ullanadigan yoki sovuq ob-havoda ishlaydigan insonlarda ham prostatit bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. To'rtinchidan, tartibsiz jinsiy aloqa bilan shug'ullanadigan insonlar prostatit bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki prostata bezi suyuqlik ishlab chiqaradi. Mana shu suyuqlik o'z vaqtida va tartib bilan tanadan chiqib ketmasa, dimlanish, shish, zastoglarga sabab bo'ladi. Bundan tashqari spirtli ichimliklar ham prostatitga sabab bo'lishi mumkin. Chunki spirt odatda qonga tushgan paytida qon orqali aylanib butun organizmga tarqaladi. Prostata bezida shunaqa qobiliyat borki, spirt qon orqali kelgan paytda o'zida dimlanish chaqiradi va qon orqali spirtni o'z tanasiga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Mana shuni hisobiga prostatitga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Xo'p, bu sabablar hisoblanadi. Endi bundan tashqari 5-sababimiz bor ekan, bu prostata bezini ayollardagi infeksiyalar hisobiga yallig'lanishi. Ya'ni ayol organizmida o'sha qinda joylashgan infeksiyalar prostata beziga o'tirib qolish hisobiga, siydik yo'llari orqali u yerga o'tish hisobiga prostata bezi yallig'lanishi mumkin ekan. Mana shu sabablar prostatitga sabab bo'luvchi eng katta omillar hisoblanar ekan. Prostata bezining belgilari qanday shamollashini esa, birinchisi siyish paytida siydik yo'llardagi naporda o'zgarishi, ya'ni qisilib tushishi, tomchilab tushishi yoki hojat chiqargandan keyin yana uni uzoq vaqt tomchilab turishi yoki hojatga borib kelgandan keyin ozgina vaqtdan keyin yana qoqishning paydo bo'lishi birinchi belgilardan hisoblanar ekan. Ikkinchisi og'riq. Prostata bezi sohasi, ya'ni chov sohasidagi og'riqlarning kuchayishi, simillovchi, ezuvchi, tiqiluvchi og'riqlar paydo bo'lishi ekan. Keyingi belgilardan biri siydik yo'llarda achishishlar paydo bo'lishi, ya'ni hojat chiqarganda achishishlar paydo bo'lishi ekan. Bundan tashqari eng yomon muammolardan biri jinsiy quvvatning pasayib ketishi, urug'larning harakatchanligining pasayib ketishi, urug' foizlarining pasayib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun mana shu biz sanab o'tgan prostatit kasalligining belgilaridan ehtiyot bo'ling, prostatit kasalligiga chalinishdan saqlaning. Buni kasalligini davolashga esa ancha e'tiborli bo'ling. Prostatit kasalligini davolashda odatda har xil tabletkalar ishlatiladi, lekin bu biz o'sha taniydigan tabletkalarimiz, nomini aytish shart emas. Mana shu tabletkalarda bitta nojo'ya ta'siri bor va shifo tomoni bor. Shifo tomoni prostatadagi shishni yo'qotadi, dimlanishni yo'qotadi, prostata bezini o'zini razmeriga qaytishiga yordam beradi. Lekin bitta tomoni bor, erkaklik gormonlarining pasayishiga sabab bo'ladi. Ya'ni jinsiy quvvatning tushib ketishiga sabab bo'ladi. Biz mana shu muammoga yechim qilish uchun sizga tabiiy yechim aytishga harakat qilamiz. Ya'ni Mehrigyo kompaniyasining rohat kompleksi hisoblangan o'sha Dr. Ali kompaniyasida ishlab chiqarilgan rohat kompleksi bu kasallik uchun tabiiy yechim hisoblanadi. Ham prostata bezidagi dimlanishni yo'qotadi, ham og'riqlarni qoldiradi, ham siydik yo'llardagi dimlanishlarni yo'qotadi va bundan tashqari jinsiy gormonlar tiklanishiga va jinsiy quvvat tiklanishiga, urug' foizlarini ko'tarilishiga juda katta yordam beradi. Barchaga shifo tilaymiz.